Assalomu alaykum hurmatli guruhdoshlar. Bugungi she'rimizning nomini "Endi kimni aybdor qilasan erkatoy bola" deb nomladim. Bu o'zi botqoqlarga botib ota-onasini ayblagan bolalarga bag'ishlanadi. E'tiborlaringiz uchun oldindan katta rahmat. Moskva o'rmonlarida bu she'rni yozishga muyassar bo'ldim. To'g'ri ravon yo'llar qolib orqada, botqoq yo'lni tanlading jilololmay, his-tuyg'ularingni ko'kraginggacha botib botqoqlarga. Endi aybdor bo'ldimi senga ota-ona? Endi kimlarni aybdor qilasan erkatoy bola? Botqoqdan chiqishingga endi yetmas ko'zlarim, axir insonga bir bora berilar bundayin yoshlik. 100 yo'la aytganman hayotda bo'lsin maqsading, hech kimga nafing tegmay o'tmoqda umring. Endi kimni aybdor qilasan erkatoy bola? Keldilar cho'kayotganingni ko'rib qo'shni ovolar, 4-5 yo'la cho'zdilar yordam qo'llarin. O'zing hech intilmasdan botqoqdan chiqishga qayta o'zingni urding bugun botqoqqa. Endi kimni ayblaysan erkatoy bola? Cheksada onang qancha azorni, yana tarafing olar ko'zlarida yosh. Bilsang bu botqoqdan kamdan kam odam chiqar, hali ham kech emas to'g'ri yo'lni so'ra Rabbimdan. Endi kimni ayblaysan erkatoy bola? Afsus menga bersaydi qayta yoshlikni, ko'rsatardim senga qanday yashashni. Axir sizlar uchun qurilmoqda qancha shaharlar, kimlarga qoldiramiz yurtni azizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat.